Assalomu alaykum barchaga. Hop, demak, suhbatimiz kelgan joydan davom etadi. Butun dunyoda yurib turgan moliyaviy tizim haqida gaplashayotgan edik va mana shu tizimni ikkinchi nomi bor. Nima u? Dollar tizimi. Amerika dollar tizimi. Hop, demak, suhbatimiz fokusimiz Amerikaga qaratildi. Mana bu ishlar Yevropada boshlanib, mana avvalo bu ishlar yaxshilik bilan boshlanib o'zi nima? Buni o'sha musulmon savdogarlar, musulmon moliyachilar mana bu texnologiyani yaratib, transfer oltinlarni joyidan qo'zg'atmay, yaxshi mustahkam bir seyf, bugungi kunning tilida seyf deymiz, shunaqa yerto'lalarda bir binolarda qo'riqlanadigan saqlab turib, odamlarga nima qulaylik uchun veksellar, cheklar yozib berishdan boshlanib, oxiri nima? Mana bunga keyingi bir o'zini dinini buzganlar, o'zini dinini dunyoviy maqsadlari tomoniga moslaganlar, uni reforma qilganlar chiqib, demak, mana bu tizimga yo'l ochib berdi. Sudxo'rlikka asoslangan tizimga bu barcha dinlarda qattiq qoralansa-da, qachondir bir yo'l ochuvchilar topildi bunga. Yo, biz niyatimiz yaxshi, bizning niyatimiz kapital ishlash kerak, odamlarning hojati chiqsin. Shunaqa qilib kapitalni ishlatamiz, insof bilan qilamiz deb boshlangan narsalar mana nimalarga avj olib ketdi va demak, avvalo taqdir ekan, mana shu qulay sharoitlar Angliyada mavjud bo'lib qoldi. Angliyani orol davlatligi, ularda o'sha paytda hukumat tepasiga kelgan odamlarni o'zi fikrlashi, hammasi kapitalizm, kalvinizmga asoslangan odamlar yig'ilib qolishi va hokazo, mana shu bir qator qulay omillar sabab aynan Angliya buni davlat miqyosida rasmiy, bemalol hech narsadan qo'rqmasdan turib amalga oshirdi mana bu tizimni, moliyaviy tizimni. Demak, yo'q oltinlarga hech narsadan qo'rqmasdan bemalol chek yozib berish, bemalol shuni bugungi formatda gapirsak, pul pechat qilish. Istalgan vaqt, istalgancha pul pechat qilish tizimini birinchi bo'lib yo'lga qo'ydi bular, baralla. Va lekin shu bilan birga bularni juda ham kuzatuvchanligi, aqlliligi, siyosiy donishmandligi nima qildi? Adolat o'rnatib, qonunni ustuvor qilmasak, ishonch degan kapital hamma narsadan ustun ekan. Mana shuning uchun ham musulmonlarning tizimi 500 yil qulamadi. 500 yil soatda ishlab turdi. Nega? Ishonchga asoslangan edi. Hozir biz yo'q oltinga chek berishimiz, pul pechat qilishimiz o'z yo'liga. Lekin biz ishonchni yo'qotishimiz kerak emas. Bo'lmasa hamma rejalarimiz barbod bo'ladi. Bizga 100 yillar davomida o'zimiz u yoqda tursin, bolalarimiz, nevaralarimiz, evaralarimiz, chevaralarimizgacha oqib keladigan, daryo bo'lib oqib keladigan boyliklardan quruq qolamiz. Hozir ochko'zlik qilib, kimnidir oltinini tortib olsak, kimdirga ayyorlik qilsak deb nima qildi ular? Rostdan ham bir adolatli tizim qildi va bu ularni dindorligi, insofliligi, odamlarga g'amxo'rligidan emas, albatta, o'zi chista matematika shuni foydali deb ko'rsatdi, chista kalkulyatsiya shuni mana shu yo'l foydaliroq deb ko'rsatdi va ular qurdi va nima qildi? Butun dunyodan odamlar unga o'zini oltinini, o'zini pulini silada turib tursin deb, hattoki bular oxiri nimani yo'lga qo'ydi? Oltining bo'lsa bizga topshirib qo'y, men senga yiliga menimcha foiz beraman deb mana bu yo'llarga ham o'tdi jalb qilish uchun. Chunki yo'q oltinga pul pechat qilaversangiz, u oxiri inflyatsiya bo'lib, pulni qadrsizlanib, pulni qiymati tushib ketib, sotib olish qobiliyati tushib ketib, birdan inflyatsiyadan qulash, shunaqa termin bor, inflyatsiyadan qulash defaultga olib keladi bu.
Buni bular juda yaxshi bilardi. Shuning uchun yo'q oltinga ishlar tez bityapsin deb hozir pechat qilib turaveraylik, lekin uni qo'yib qo'yish kerak joyiga. Giperinflyatsiya bo'lib, inflyatsiyadan qulamasligi uchun deb oldiniga pechat qilib, keyin har turli yo'llar bilan u oltinni joyiga qo'yishni boshladi. Kerak bo'lsa bosqinchilik bilan, kerak bo'lsa qaroqchilarni dastaklab, Ispaniyani kemalari qachongacha Amerikadan oltin tashiydi tekinga. Bemalol bosqinchilik qil, mana senga zambarak, mana senga miltiq, mana senga eng zamonaviy kema. Bemalol bosqinchilik qilganda faqat sherik bo'lamiz. Yarmini bizaga berasan deb ochiqdan ochiq dastakladi dengizlarda, okeanda yurgan qaroqchilarni. Mana shunaqa qilib oltinni joyiga qo'yishni boshladi, yo'q oltinga pechat qilgandan keyin. Buni ustiga o'zini halolligi, o'zini birovni haqqiga xiyonat qilmasligini prinsip qilib olib, o'zida bu yerda demak anchayin demokratik konstitutsiyani eng birinchi o'ringa qo'yib qo'yib, bu ham yana o'sha takror etamiz, nimadan? Bularni dindorligi, bularni insofliligi, bularni xalqparvarligidan emas. O'zi mana shunaqa ishlash, o'zi adolatli ishlash, adolatli yashash shundoq ham hamma yoqni gullab yashnatadi. Butun davlatni asosi adolatda turadi o'zi. Shundoq ham hamma ishlarni. Adolat bo'lmagan joy baribir ertami kechmi qulashga mahkum. Shuning uchun yana undan keyin nima dedi? Oltinlaringlar bo'lsa olib kelinglar bizaga. Biz sizga yiliga masalan ularga shuni o'zida ancha bitmas, tuganmas boylikka erishdi ular. Biz sizlarga yiliga mana bu 3-4% har yili ustama puli beramiz. Olib kelib qo'yinglar bizaga dedi. Buni olib o'zi nima qildi? O'sha oltinlarni boshqa odamlarga, boshqa davlatlarga so'ragan, qarz so'raganlarga bemalol nima? Mana bunaqa 8-10% qilib masalan chiqarib yubordi. Sizdan mana buni olyapti bunchaga, rozimisan deb. Bu ham rozi. Buni yurti notinch, urush bo'lib yotibdi. Bemalol buni talon-taroj qilib boyliklaridan butkul mahrum bo'lib qolishi mumkin. Boshqa davlat odamlari. U Germaniyani bir knyazligidandir, Rossiyani qatidandir va hokazo. Nima? Qarasa Angliya juda ham qudratli davlat bo'lib boryapti, shiddat bilan o'sib boryapti. Imperiya birinchi raqamli imperiya bo'ldi va muhimi gapiga javob berib, qachon oltiningizni so'rab kelsangiz, boyiga chekingizni, vekselingizni ko'tarib, mard bo'lib yoningizga olib chiqib shundoq qo'yib qo'yapti. Sizni bir aldab, tanimayman sani, oradan shuncha yil o'tib ketibdi, endi bermayman demasdan nima? Rostdan ham adolatli ishlab kelyapti. Chunki bular bildi, shunaqa qilsa oltinlar o'zi yog'ilib kelishini. Odamlar ishonchli joyga hamma pulini beradi, hamma. Bir payt yog'ilib ketdi, yog'ilib. Oltinlar yog'ilib Angliyaga kela boshladi. Va hamma yurti notinchlar, unaqa qilganlar, kerak bo'lsa o'g'risi bormi, boshqasi bormi? Bular so'rab ham o'tirmadi. Bu oltinni kelib chiqish tarixi nima o'zi? Sen buni talon-taroj qilib topdingmi? O'zi qayerdan kelib qoldi ham deb o'tirmadi. Olib kelib bizaga topshir, mana bunga rozimisan? Ha, bo'l, topshirib qo'y dedi. Buni oldi odamlarga o'zi xuddi shuni o'zini ham emas, o'zi turibdi. Yana o'sha pul pechat qilib bemalol yoki qarz uchun cheklar yozib berib, xullas bularni yo'lga qo'yib ishlar mana bunaqa hayot 10 barobar tezlashib ketdi va oydan oyga yuksalib bordi Angliya. Demak, shu orada Amerika tomonlarga bu Angliya ham imperiya bo'lib qolgandan keyin aytdi, dedi, Ispaniya bilan Portugaliya, Fransiya yangi yer topib olib, xohlagancha boyligini olib, egallab talayveradimi? Biz nega bu pirogdan quruq qolishimiz kerak? Biz ham imperiyamiz endi, biz ham uncha odam bo'lmay qoldik. Ana endi biz ham o'zimiznikini yulib olamiz. Nima kam joyimiz bor? Ispaniya, Fransiyaga o'xshagan imperiyalardan da bu ham qaddi tik bo'lib qoldi o'zi qudratga kelgandan keyin. Sanoati shiddat bilan rivojlanib ketdi. Kemasozlik, qurolsozlik, hamma narsada pulni to'xtovsiz pechat qilib va hammani sotib olib, hammani ishga tushirib yuborgandan keyin hayot qaynab ketib qoldi bu yerda.
demak Amerikaga bu ham ko'z olaytira boshladi. Kemalari уже okeanni bemalol kesib o'tadigan kemalar yasoldi. Bu voqealar demak qaysi yillar? 1800-1800 yillar orasiga kelib qoldik. Mana bu davrlar. Amerikani demak bitta mana bu sharqiy sohillari bugungi kundagi Florida, Severniy Karolina, Nyu-York, Washington DC, Baltimore mana shu yerdan boshlanib nima qildi? Bu yoqqa qarab yurib Fransiyadan demak butun Amerikani bu tomonlari Fransiyani qo'lida edi. Ularni tortib oldi. Kanada tomonga yurib Kanadani tortib oldi. Bunga ham to'xtamay oxiri pastga ham yurib ispanlardan Kaliforniya, Texas, Nevada, New Mexico, Utah mana bu juda dahshatli joylar o'zi Meksikaga qarashli. Hozir Meksika kichkina bo'lib qoldi. O'zi mana bunaqa eng boy bugungi kundagi AQShning eng boy shtatlari, rayonlari Meksikaniki bo'lgan. Bularni tortib oldi. Demak, suhbatimiz shu yerga keluvdi. Nima? Ana undan keyin hattoki dunyoni boshqa Avstraliya, Hindiston, Afrikani juda katta qismi borib talavurib buni oltini bormi odamlarni qul qilib olib kelib mana bu yerga ishlatlaring. Mana senga tekin ishchi, tekin qul deb kemalar to'xtovsiz Afrikada hayvon ovlagandek qul ovlab olib keldi odamlarni mana bu yerda ishlatib. Mana bu yerda o'ziga katta plantatsiya qilib oldi. Yevropaga juda xaridorgir bo'lgan tamaki, Amerika tamakisi yaxshi bo'lgan va nima? Paxta. Ana shunaqa ishlarni yo'lga qo'yib olgandan keyin nima bo'ldi? Mana bularni o'zi endi Amerikaga bular yetishtirgan odamlar, bular ota-bobolarini bular olib kelib bo'tga joylagan edi. Bularga qullar olib kelib berib tekinga ishlatib kengaytiringlar, tijoratlanadi deb. Ularni o'zi oyoqqa bosh ko'tarib qoldi. Biz nega Angliyadan boshqarilishimiz kerak, Londondan? Biz o'zimiz endi o'zimiz eplay olamiz. Nega bularga bo'ysunishimiz kerak deb o'zini yaratgan, o'zini boshidan silab katta qilgan odamlarni o'ziga tashlanib qoldi Amerika. Va nima? Mana shuncha yerdan mahrum bo'lgan Fransiya, alamzada Fransiya bularga juda katta pullar bilan kemalar, porox, o'q-dorilar, oziq-ovqat bilan yordam berib nima qildi? Angliyadan mustaqil bo'ldi. Buni mustaqillik urushi deb tarixda qoldi nomlari. Menimcha 1780-yillar atrofida butkul Angliya tan oldi. Lekin Fransiyani o'zi bularga yordam beraman deb shuncha pullarni ishlatib yuborib boyga qiroli. Oxiri o'zi xazinasi bo'shab qolib, Fransiyani o'zi qiynalib qolib va juda katta pul tikib yubordi bularga. Alamzada Angliyani mana bularni qo'li bilan sindiraman. Angliya bir paytlar mana shuncha joyi mendan tortib olgan edi. Endi menga ham emas, senga ham emas bo'ladi deb turib berilib ketib qolib, qiroli o'zi bir xazinasi bo'shab, iqtisodiy qiyin ahvolga tushib qoldi va shuni orqasidan o'zini ham kallasi ketib qoldi. Xalq bunt ko'tarib, soliqlarni oshirib tashladi xalqqa xazinani to'ldirish uchun. Hattoki tepadagi boy ayollar, zodagonlar qatlamiga ham soliq solaman deganda, zodagonlar, pullar, qudratli odamlar nima qildi? Qirolni o'zini ag'darib, o'zini ham, xotinini ham kallasini oldirib tashladi maydonga olib chiqib. Chop tashladi kallasini gilyotinada. Bechora mana bularga mustaqillik uchun bularga rosa pul tikib o'zi o'lib ketdi. Amerika mustaqil bo'lgandan keyin nima qildi? Mana bu Angliyaga qaraganda juda katta maydon. Mana bu o'zini imtiyozlaridan foydalanib, qudratda o'zini yaratuvchisi Angliyaga shiddat bilan ko'tarilib bordi qudratda. Bu yerda ochilgan asosan bu yerga kimlar bir
shu yerda katta ishlar qilaman degan pромышленникlar, zavod, fabrika egalari, umuman katta ko'zi yonib turgan, bir katta maqsad qo'ygan odamlar keldi va nima? Juda arzon ishchi kuchi. To'xtovsiz o'ta arzon ishchi kuchi oqib kelgandan keyin mana bu yerda temir yo'llar qurildi, telegraflar qilindi, elektrifikatsiya bo'ldi va hokazo. Shiddat bilan, shunaqa temp bilan qudratga kela boshladi, hattoki Angliyaga juda oz yillarda qudrati Angliyaga tenglashdi. Juda oz yillarda. Birinchi raqamli imperiya dunyoda hozir kim endi? Angliyami, Amerikami deganda ikkilanib qoladigan darajaga keldi. Bularni yaxshigina imtiyozi nimaga unaqa bo'ldi? Bular qurol yaroq, armiyaga ko'p pul sarflamadi. U eng katta pul yeydigan narsa. Qurol yaroq, armiya. Eng ko'p pul yeb qo'yadi. Nimaga? Bularni preimуществоsi, juda katta imtiyozi bor edi. Bu tomonda okean. Atlantika okeani juda uzun. Bu tomonida Tinch okeani. Mana juda katta okean. O'ng tomonida ham, chap tomonida ham dahshatli uzoqlikdagi eni dahshatli katta bo'lgan okean mana bularni foydasiga ishlab qoldi. U paytda samolyotlar yo'q. Hattoki bundan keyingi yillar samolyot ixtiro qilingan yillar ham mana Amerikani nega to'xtovsiz qudratga kelganini sababi, hattoki samolyotlar ixtiro qilinganda ham samolyotlar nima? Atlantika okeanini uchib o'ta olmasdi, benzini qolmasdi. U paytda kichik samolyotlar bo'lgan. O'z-o'zidan samolyotdan qo'rquv yo'qmi? Bu tomondan ham qo'rquv yo'qmi? Tinch okeani tomondan. Mana bu Kanada xalqi o'zi ozchilik, bu yoqqa bosqin qilishga jur'at qila olmaydi. Pastiga Janubiy Amerika xalqi ham nima? Mana bular talaverib, buni Ispaniya bilan Portugaliya bularni talaverib, boyligini talaverib, dabdala qilib, qashshoq bir nimaga yaramaydigan qilib bo'lgan. Bu tomondan ham qo'yni xotirjam, bu tomondan ham qo'yni xotirjam. Lekin Yevropa unaqa emas. Yevropada hamma bo'rilar, hamma kuchlilar hamisha bu Germaniyani bosqinidan qo'rqib yashaydi. Bunisi Fransiyadan qo'rqib yashaydi. Lyuboy payt Ispaniya bu yoqqa hujum qilishi mumkin. Hammasi o'ziga baquvvat Lyuboy payt hujum qilishi mumkin bo'lgan, o'zi tarix davomida bir-biriga hujum qilib kelgan va hammasi quruqlikda. Kecha kunduz xavotirda o'tirasiz va armiyaga dahshatli pul sarflaysiz. Armiyaga qurol shay bo'lsin, armiya uxlamasin, chegaralar shay bo'lsin deb turib va ularni bog', oziq-ovqati, harbiy maqsadlarga juda katta xazinangiz puli yo'nalib ketib qoladi. Bu yerda ahvol bunaqada, bu yerdachi bu tomoni ham okean, bu tomoni ham okean, samolyotlar kelmaydi. Kemalarni kesachi desa ham nima? Kemalar bu yoqqa horib keladi. Yo'l uzoqligidan charchab, oziq-ovqat suvlari kamayib, bir ahvol bo'lib yetib kelgandan keyin mana buni qirg'oqdan urib kelgan kemani yaqinlashtirmay bemalol urib tashlashingiz mumkin. Mana bunaqa imtiyozga ega bo'lgandan keyin Amerika nima? Armiyaga ularni oziq-ovqati, qurollanishga katta puli sarf bo'lmagandan keyin asosan sanoatga, temir yo'llarga, zavod, fabrikalarga sarf bo'lgani uchun nima bo'ldi? Va bu yerda juda ko'p o'zi eng aqlli kapitalistlar mana bu yangi dunyoda bir o'zimni ko'rsataman, mana shu dunyolarni zabt etaman deb kelgan odamlar shiddat bilan Amerikani yuksaltirib, uje Angliyani darajasiga kelib qoldi qudratda. Lekin to'g'ri, shundoq bo'lsa ham hali ham Angliya mana bu yillarga kelib qoldik. Mustaqil bo'ldi bular. Fransiya Angliyani ustidan kulgandek qilib, o'zi pul tikib g'alaba qozontirdi. Yanada alamliroq bo'lsin deb mustaqillik deklaratsiyasi, bularning mustaqil bo'lganini e'lonini Parijda, aynan Fransiyada Angliyalarni elchilarini chaqirib qo'l qo'ydirdi. Tan olasanmi bo'ldi. Endi Amerika xalqi sani koloniya emas. Oldin bularni nima edi? Koloniyasi edi. Angliyadan boshqariladigan koloniya edi. Anaqa ham, Kanada ham, bugungi kundagi Amerika Qo'shma Shtatlari ham.
mustaqilligini tan oldi, yanada alamli bo'lsin deb Parijda shuni, Fransiyada turib qo'l qo'ydirdi. O'zini puliga yuttirdi va yana undan keyin 100 yildan keyin nima qildi? O'sha ozodlik, bularning ozodligi sharafiga qilingan boyagi haykalni, ayol kishi bor, ozodlik haykali. Ozodlik haykalini ham fransuzlar yasab berdi, qarang. Izdivatsiya qilgandek qilib. Angliyadan shunaqa o'chini oldi. Lekin nima? Hali ham dengiz, okeanlar hukmdori edi. Mana bu ichki AQShni o'zini ichi o'ta shiddat bilan rivojlandi, lekin harbiy salohiyati, hali kemasozlik, hali butun okeanlarda kezib yuradigan qudratli harbiy kemalar bo'yicha tajribasi inglizlarchalik emas edi. Inglizlar demak hali ham dengiz, okeanlar hukmdori, hali ham Malakskiy proliv, Ormuz prolivi, mana bu yerga Beringevimi, O'rta Yer dengizidagi bo'g'ozlar, hamma o'tish yo'llari, hamma koridorlarning egasi hali ham. Hali ham birinchi raqamli imperiya. Ana shu paytda demak nima bo'ldi? Birinchi jahon urushi boshlanib qoldi. Bu orada Germaniya 1800-yillardan keyin bu yog'iga Germaniya ayniqsa 1850-yillardan bu yog'iga mana bu 1850-yillardan boshlab 1900-yillargacha Germaniya ilm-fanda, texnika, texnologiya, ximiya dahshatli sur'atda ko'tarilib boshladi. Misli ko'rilmagan, bunga na Amerika, na butun Yevropani yig'ib chiqsa, hech kim mana bu ilm-fan taraqqiyotda Germaniyaga teng kela olmadi. Dahshatli tarzda Germaniya o'sib bordi. Elektrifikatsiya yillarida, mana shu yillarda elektrifikatsiya boshlandi. Elektrifikatsiya yillarida ham dunyoning yarmini Germaniyaning generatorlari, Germaniyaning injenerlari qildi. Zavodlarni bular Germaniya. Bugungi kungacha ham dahshatli qudratli davlat Germaniya. Taraqqiyot bo'yicha, zamonaviy texnologiyalar bo'yicha. Va nima qildi? Kemasozlikni shiddat bilan dahshatli texnologik kemalar yasay boshladi, harbiy. Hattoki suv osti kemalar yasay boshladi. Suv osti kemalari. Biqinida turgan davlatni shiddat bilan bunaqa qudratga, ayniqsa harbiy qudratga kelayotganidan xavotir bo'lib qolgan inglizlar, Angliya nima qildi? Battar forsirovat qilib, nemislarning yo'lini hech qayerda Afrikani egallab olgan katta qismini, Hindistonni egallab olgan, Avstraliyani egallab olgan Angliya. Singapur tomonlarini egallab olgan, Xitoy mana bu sharqiy sohillarni, bugungi kundagi eng boy rayonlarni egallab olgan. Kanadani egallab olgan. Butun o'tish yo'llari, koridorlarni egallab olgan. Germaniya o'zini potensialini sig'dira olmay qoldi. Bunga juda ham ko'p siryo kerak, neft kerak, ko'mir kerak, metal kerak va hokazo narsalar kerak bunga. Bu sanoatni ta'minlab turish uchun sanoat dahshatli qudratga kelyapti. Bunga siryo kerak va tayyor tovarini sotishga bozor kerak. Germaniya shu ketishda ertaga hammamizni olib qo'yadi deb qo'rqib qolgan mana bular, bunga ayniqsa Angliya o'rganib qolgan, birinchi raqamli dunyoning eng katta hukmdori bo'lishga nima qilgan? Buni jo'rttaga oyog'idan chalib, hech qayerda savdo qildirmaydi bunga. Germaniya bilan savdo qilmaysan, butun yer sharini o'zi 3/1 egallab olgan bo'lsa, o'zini egallagan kolonial davlatlariga Hindistondan narsa olaman sen, olmaysan. Germaniyaga narsa sotmaysan, olmaysan. Avstraliya Germaniyaga hech narsa bermaysan, olmaysan. Mana bu yerda neft chiqqan joylar, Germaniyaga neftdan bermaysan, olmaysan. Hamma yoqdan nima? Maksimalmi Germaniyani oyog'idan chopib, chalib keldi. Qudratga kelmasligini bilib. Bundan alamzada bo'lgan Germaniya ana endi sizlarga ko'rsataman deb kishi bilmas yaqinda butun Yevropani oyog'ini osmondan qovuraman, kulingni ko'kka sovurib yuboraman deb, ana keyin masalalar bilan gaplashaman. Men sizlarga ko'rsatib qo'yaman, ana yaqinlashtirmaslikni, Siriyolarga, bozorlarga, dunyo bozorini aytsak,
bizani bozorlarga kirgizmasligiga, bizani erkin aloqa savdo qilmasligiga, bizani manaqa yakkamaxov qilib o'rab qo'yishi masalalarga hali ko'rsatib qo'yaman degan kuchli alamzadalik va dahshatli potensial bilan tayyorlana boshladi. Bu urush neizbejniy edi. Birinchi jahon urushi. Birinchi jahon urushi aslida nima? Dunyo bozorini pirog desak, pirogning juda katta qismini Angliya, undan ham sal kichikroq qismini AQSh egallab oldi. Mana bu ko'p odamlar pirogsiz qolib ketdi-da. Mana bu yerda yangi o'sib chiqqan Germaniya shiddat bilan masalaga ko'rsataman hali pirogga qanaqa bo'lishi. Sizlar shoshmay turlaring deb mana 50 yil, 40 yil mana shu perizagruska deymiz, dunyoni perizagruskasiga tayyorlandi. Bu birinchi jahon urushi bo'lishi neizbejniy edi va bitta iskra yetishmayapti o'da. Hamma to'yi bo'ldi. Bu yoqda Rossiya ham yaxshigina imperiya bo'lib yetishgan o'sha bu yillarda. Bunga misol o'sha imperialistik harakatlar bosqinchilikni boshlaydi-da. Mana o'sha nima O'rta Osiyo tomon, Qozog'iston, bizni o'lkalarni nima 1850-yillardan boshladi-da bular ham mana. 1850-yillardan ayni mana shu orasi ekan mana. Boshqatdan yozib o'tirmay, mana shu yillarda bularni O'rta Osiyo tomonga qarab ekspansiyasi, bosqinchilik harakati boshlandi va bosib oldi. Rossiya juda katta territoriyali, bu ham imperiya bo'lib yetishgan. Fransiya ham o'ziga yarasha kuchli, Angliya eng kuchlisi, dunyoda eng kuchlisi hali bu yillarda. Amerika bunga yaqinlashib qolgan kuchda. Turkiya bu yoqda ancha joyini boy berib qo'ygan. Fransiya, inglizlar bulardan butun Misrni, mana bu Afrikadagi bir qancha bularga qarashli turk, Usmonli turk podshohligi, sultonligi, turk sultonlariga qarashli juda katta territoriyalarni tortib olgan. Bu ham alamzada. Xullas shunaqa bir dahshatli dunyoda bitta iskra bo'lsa portlaydigan muhit vujudga kelib turuvdiki, ana o'sha iskrani kutib turuvdi-da hamma. Ana shu iskra nima bo'ldi? 1914-yil Bosniyada Sarayevoda nima bittasi mana bu Germaniyani mana bu anglo-saksonlar deylik, anglo-saksonlarni yomon ko'radigan bitta o'smir bola, yosh bola nima qildi? Avstriya-Vengriyaning shahzodasini otib o'ldiradi. O'zi bilan xotinini nima otib tashlaydi. U serb bo'ladi o'zi. Asli bu Serbiyaning ishi. Prosta sizlar Bosniyada qilyapsizlar chalg'itish uchun. Asli bu serblarning ishi deb nima qildi? Avstriya, Vengriya, Germaniyani o'zi soyuzniki, o'zi Avstriya bo'lgan. O'zi Germaniyaning bitta katta knyazligi Avstriya bo'lgan. Sani bu qilgan hujumingni bizga qilgan hujum deb hisoblaymiz dedi-da. Birdan Serbiyaga qarab urush ochdi. Boshlandi iskra. Mana shuni hamma kutib turuvdi o'zi. Birdan g'ulg'ula tushdi Angliyaga. Germaniya o'zi yetilib kelganini biluvdi-da. Buni yasayotgan, ayniqsa buni kemalari, ayniqsa suv osti kemalari juda ham g'ashiga tegib qo'ydi. Bular hali bu orqada qolib keta boshladi kemasozlikda. Hali suv osti kemalarini qila olmagan bular. Bu Angliya aytdiki, yo'q, Germaniya dedi bo'ldi. Biz dedi dengizlar, okeanlar hukmdori biz edik, endi nemislar olib qo'yadi dedi. Bizning kemamiz qanaqa zo'r bo'lmasin, suvni ustida u. Suvni tagidan kelib turib, bir urib, uncha-muncha kemangizni teshib cho'ktirursa, suv osti kemaga teng kelib bo'ladimi? Bu suv osti kemasida imtiyoz bor-da. U ko'rinmay turib sizga otadi. Siz qaqa otasiz, u suvning tagida. Siz suvning ustida. Tegingizdan kelib urib, cho'ktirib, qanchasini vayron qiladi bular. Hozir Germaniyani to'xtatmasak, bu bahona Germaniyaga, bahona bu. Bo'lmasa nima? Boshqa Avstriya, Vengriya boshqa davlat. Bu anglo-saksonlardan buni biz o'zimizga qilingan hujum deb hisoblaymiz deb Serbiyaga tashab qoladi Germaniya.
aslida bu urushni boshlanishi edi. Ana o'sha masalaga ko'rsatib qo'yaman hali. Butun Yevropani oyog'ini osmondan qilib, kulingni ko'kka sovurib yuboraman-da. Ana keyin bilasanlar kim yakka hukmron bo'lishini dunyoda degan ambitsiyalarini boshlanish nuqtasi edi bu. Birdan Serbiyaga hujum qiladi, parallelni Belgiyaga hujum qiladi, ketdi o'rmalab Germaniya. Harbiy salohiyati kuchli, puli ko'p, armiyasi, texnologiyalari, qurollari dahshat, kemalari, suv osti kemalarigacha bor. Buni hozir to'xtatmasa, butun Yevropani olishiga rostdan ko'zimiz yetadi deb birdan Angliya unga qarshi urush ochdi. Angliya o'ziga bunga qarshi urush ochgandan keyin butun yer sharida 3dan 1 to'plab o'zini koloniya qilgan joylarida ham urush bo'lib ketib qoldi. Bularni ham urushga jalb qilib tashladi hammasini. Shuning uchun birinchi jahon urushi deydi. Bo'lmasa mana bu yerdagi urush jahon bo'lmaydi-yu. Nega jahon deyilyapti? Nega butun dunyoni urushsa jahon deyiladi? Dunyoning ko'p davlati rostdan ham Angliyaga qo'shilib barcha koloniyalarini urushga jalb qilib yubordi, ko'tarib yubordi. U yoqdan soldatlar kelgan, oziq-ovqat kelgan va Germaniyani ham bir ikkita yerlari bor edi o'ziga yarasha. Afrikada, o'tda-bo'tda. Bular orasida o'zaro Yevropada emas, mana bu koloniyalar bosib olingan davlatlarda ham Angliya bosib olgan davlat, qo'shnisi Germaniya bosib olgan davlat bilan mana bu yerlarda ham urush bo'lib ketib qoldi hamma yoqda. Birdan Rossiya uyg'onib qoldi. Bu ham ishtahasi baland, o'sha imperiya bo'lib yetilgan bu paytlarda. Bu Rossiya asosan bug'doy yerlari ko'p bo'lgani uchun asosan bug'doy o'sha payt ko'p joylarni un bilan, non bilan ta'minlagan, bug'doy bilan. Okeanga chiqib ketish uchun bunga eng qulay yo'li Qora dengiz o'ziniki, bu tomondan Bosfordan o'tib, через Turkiya. Bosfor va Dardanella bo'g'ozlari nima? Buning uchun eng strategik, okeanga eng qulay pozitsiyaga chiqish uchun mana bu Qora dengiz bilan sekin Bosfor orqali hozirgi Turkiyaning yeridagi Oq dengizga, Marmar dengiziga o'tib, o'tdan nima? Dardanella bilan chiqib ketish bu yoqqa. Buni ham ishtahasi ochilib qoldi-da, nima qildi? Birdan u ham qo'shilib ketdi. Serblar bu slavyan. Biz slavyanlarmiz. Men o'zimni qardoshim slavyanni xuddi Belorusiyaga o'xshagan slavyan xalqlarga kiradi. Men o'zimni qardoshimni xafa qilib qo'ymayman sallaga degan bahona bilan. Bahona prosta. Birdan vayska tashlab urushga qo'shilib ketdi. Mana bu gigantlar qo'shilib ketdi. Fransiya orada Angliya bilan bitta bo'ldi. Germaniya shu ketishda oyog'ini osmondan qo'yarishiga ko'zi yetib, olov yonib ketib qolib, alangalanib ketdi shu bilan nima? Hamma yoq pajar bo'lib ketib qoldi. Boshlandi urush. 14-yil. Jahon miqyosiga kichkina Sarayevoda bitta odamni otib tashlashdan boshlangan iskra gurillab yonib, butun dunyoda hamma yoq alanga bo'lib, jahon urushiga aylanib ketib qoldi. Ana bular tinch, okeanni bu yoqida, bu yoqlar jimjit. Bu yoqlar jimjit. Ana bularning davri kelib qoldi Amerikani. Urushdagi xarajat yo'q, uni gaplashdik. Urushni bir kuni voy, oddiy tinchlik hayotdagi 10 yillik byudjetingizni yeb oladi bir kuni. Nima bo'ldi? Birdan o'q-dori tugaydi, birdan porox tugaydi, yoqilg'i tugaydi. Va oziq-ovqat tanqis bo'ladi. Shu paytda to'xtovsiz ishlab dahshatli sanoat, harbiy emas, bu yerda aynan sanoat mollari, umuman oziq-ovqat, hamma narsa, benzin, yashash uchun, urush uchun kerakli hamma narsa mana bu yerda chiqadigan qudratga kelib bo'lgan Amerika. Ana bularni davri kelib qoldi-da, nima qildi? To'xtovsiz bularni dastaylay boshladi. Nima kerak senga? Qurol kerak, mana qurol, benzin kerak mashinaga, yoqilg'iga. Nima kerak? Ko'mir kerak, po'lat kerak, snaryad kerak, oziq-ovqat kerak. Rejimini tunu kun 24/7 rejimga o'tkazib qo'ydi. 24/7 365. Rejalarni 100% 200% ga ko'tarib qo'ydi.
bularni davri keldi. Bu yerdagi zavodlar kecha kunduz taqir tuqur stanovlar shaqir shuqur ishlayotibdi. Двойной mощностьda. To'xtovsiz butun dunyo yonyapti. Butun dunyo urushyapti. Vagon qurol-yarog', vagon oziq-ovqat, kiyim-kechak. Qish kelgandan keyin hammasiga palto kerak, etik kerak. Snaradlarga po'lat kerak. Nima bo'ldi? Evaziga oltin so'radi. Bu ham biladi-da usta. Asl boylikni so'radi. Mana bunaqa bu chekka, orqasida hech narsa yo'q, bir parcha, bir tiyinga qimmat qog'ozga bular aldanib qoladigan laqma anoyi emas bular. Bular asl kapitalni so'radi, oltin so'radi. Bu yoqqa urush narsalari ketdi, orqaga kemalar oltin ortib keldi. Bu yoqqa urushchi, orqaga oltin. Mana shu Birinchi jahon urushida deyarli dunyo oltinini 80%ni qarang. Dunyo oltinini 80%ni o'ziga tashlab olib kelib qo'ydi. Asl boylik manbasi, boylik ramzi bo'lgan haqiqiy metallik oltinni 80%ni olib kelib New Yorkdagi, Manhattandagi chuqur pastda qoyadan yasalgan o'zini xranilishi orasiga, yer to'lasiga joylab oldi va hammani qarz qilib tashladi. Hamma bunga qarz bo'lib qoldi. Misli ko'rilmagan darajada boy edi. Misli ko'rilmagan darajada nima bo'ldi? Ana shunda yanada o'sha Angliyadan bir pog'ona baland bo'lib bo'ldi. Mana shundan keyin ingliz imperializmi, inglizlarning birinchi raqamli dunyoda qudrat egasiligi mana bu Birinchi jahon urushi tugashi bilan tugadi bu ham. Ana bundan keyin nima bo'ldi? Amerika, AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi raqamli, butun oltinlar bunda, qudrat bunda, hamma yog'i tinch, shaharlar zo'r, zavodlar ishlab chiqarishlar to'lganda to'lib ketyapti. Mana bu yerlar vayron, urushdan keyin hamma yarador, chalajon, uylar vayron bo'lgan, zavodlar vayron bo'lgan, xazinalar bo'm-bo'sh bo'lib qolgan, ishsizlik, ocharchilik mana bu ahvolga tushib qolgandan keyin birdan tarozi pallasi mana bunaqasiga bosilib ketib qoldi-da, AQShning foydasiga. AQSh уже birinchi raqamli imperiya deyishga arzigulik davlat bo'lib ketdi уже. Va shu bilan nima? Mana bular o'zi 1913-yilda mana shu ayni urush boshlanishidan 1 yil oldin nimani tuzgan edi bular? FRS deydi. Federal rezervniy sistema, federal zaxira tizimini o'zi yaratgan edi. Ya'ni xuddi Angliyaning kopiyasi bo'ldi. Bu yerda faqat katta ko'lamda. Nima? Bu yerda ham eski zargardan chiqqanlar kelinglar, hammamiz oltinni bir joyga to'playmiz-da, bir-birimizni quliydigan qilmaymiz-da. Yaxshisi bitta bo'laylik-da. Bitta bo'lib turib, mana shuni bir-birimizga raqobatchi bo'lmaylik, u bizga nevigidniy ekan. Bir-birimizga yordamchi bo'laylik, nabarot. Ana shunda qulamas ekanmiz degan ishini mana bular ham qildi. Nima qildi? Faqat buni ana o'sha oltinlarni hammasini mamlakatga to'dalab federal zaxira tizimi, zaxira deb oltinni aytmoqchi, haqiqiy boylikka mana buni yaratdi va bu yog'iga Amerika dollari to'xtovsiz pechat qilina boshladi. Amerika dollari. Demak, butun hammani qarz qilib qo'ydi. Qarz qilganda ham ustalik bilan, men senga million tonna benzin beraman, urush tugagandan keyin million tonna benzin olaman. Unaqa emas. Men senga buni beraman, buni emas. Men senga dollar beraman dedi. O'zing o'sha dollarga nima kerak bo'lsa, mana bizani bozor hamma narsa mana bu rejimda ishlayapti. 200% quvvatga ko'tarib qo'yilgan zavod fabrikalarimiz. Zambarak kerakmi, mashina kerakmi, nima kerak senga? Poyezd kerakmi,
temir yo'l kerakmi, po'lat kerakmi, ko'mir kerakmi? Va mana senga dedi, necha yuz million dollar, senga ham qarz kerakmi? Mana senga dollar, ha? Hammasiga Amerika dollarini berdi, o'zing sotib ol dedi. Mana bu menga mashina kerak, oziq-ovqat kerak, kiyim-kechak kerak, u kerak, bu kerak desa, ha? O'shani o'zini bermadi, qarang ustaligini. O'sha so'ragan narsalarni o'zini bersa bo'lardi-ku, tovar ko'rinishda. Nima dedi? Yo'q dedi. Mana senga dedi 1 milliard dollar. Sen o'zing nima kerak bo'lsa sotib ol mana. Mana shu senga qarz dedi. Mashinani o'zini bersa bo'lardi. Unaqada yutqizib qo'yardi, mashinani o'zini bersa, mashinani o'zini olardi keyin. Yo'q, hammaga dollar berdi. Dollar maqsad nima edi? Dollarni ko'tarish, dollarni butun dunyo valyutasi qilishga birinchi qadami shu edi. Dunyo valyutasi qilishga. Hammaga dollar berdi-da, bo'ldi, urushdan keyin dedi. Mana buncha qo'yib qaytarasan, mana buncha ustiga qilib qaytarasan. Xohlagan narsangni sotib ol, men senga uni buni kerak demayman, mana pul senga. O'zing sotib ol mana. Nima kerak? Gaplash mana buni egalari bilan, bu hammasi xususiy, bizda demokratiya. Urush tugagandan keyin dunyoni demak deyarli eng katta imperiyalari nima edi? Hammasi qarz bo'lib qoldi bunga. Dollarda. Qanchasini tillada oldi. Butun haqiqiy boylik bu yoqqa o'tib qoldi urush sabab. Ana demak, mana oxirgi anaqasida yetib kelyapmiz, qanaqa qilib dunyo tizimi Amerika dollari haqida deb o'zi dollar nuqul Yevropada biz yurdik gaplashib tarixini dollar prichom mana prichom oxiri mana bu yoqqa o'tdi. Fox bu yoqqa o'tdi. Ana endi nima? Funt sterling emas. Dunyoda funt sterling emas. Dunyoda endi mana buni tanidi odamlar. Amerika dollarini. Amerika dollarida qarz bo'lib qoldi. Boshqacha aytsa, Amerika dollari dunyoni juda ko'p davlatlarda o'tadigan bo'lib qoldi. Ana bularga endi yanada to'xtovsiz pul pechat qilishga imkon berdi. Demak, nima bo'ldi? Germaniya yengildi. Alamzada bo'lib qoldi. Buni bo'yniga juda katta qarz qo'yib qo'yishdi. Sani deb butun Yevropa vayron bo'ldi. Sen urush boshlab olov yoqmaganingda shuncha vayronagarchilik bo'lmadi. Endi bizga dedi, juda katta pul to'laysan deb bo'yniga ilib qo'yishdi buni. Buni yaqinlarda 1960-yillardan oxirini to'lab bo'lgan, qarang. Mana bu 18-yil bo'yniga ilib qo'ygan narsani 40 yil to'lab yurdi. 40 yil juda katta pul qo'yib qo'ygan. Nemis xalqi alamzada bo'lib qoldi. Juda ko'p yerlardan mahrum bo'lib qoldi. Va nima? Mana bu yerda o'tirgan aqllilar bilardi buni. Nemis xalqi bu salohiyati bilan shundoq qolmaydi alamzada bo'lib. Bular albatta yana bir urinib ko'rishini bilardi. Bular alamini olishini bilardi. Vaqt payt poylab turdi. Nima bo'ldi? Sekin-sekin bu yerdan bir Gitler degan odam chiqib qoldi. Juda ham ambitsiyali, juda ham millatchi, nemis xalqi asl xalq, nemis xalqi yagona toza qonli xalq. Nemis xalqi butun dunyoga yakka hokim bo'lish kerak, boshqa xalqlar nemis xalqiga xizmat qilish kerak. Nemis xalqi faqat rohat farog'atda hammasidan oqib kelayotgan boyliklar, meva-chevalar, eng asl taomlarni yeb mana shunaqa yashash kerak degan g'oyani olib chiqdi. U o'sha paytki nemis xalqini o'ziga ham yoqib tushdi u. Gitlerni ham juda ko'p odam podдержка qilgan. Mana eski tarixiy hujjatlarda juda ko'p odamga yoqib tushgan Gitler, nemislarga. Chunki buni xalq uchun anchayin jozibali, yaxshi gaplarni gapirganda, o'zini xalqi uchun. Ana shunda nima bo'ldi? Darrov mana bu federal zaxira tizimiga taalluqli odamlar birdan mana bu yerga kelib olib pul bilan dastaklashni boshladi. Mana bu ham hujjatlarda turibdi. Ya'ni dastaklagan buni.
buni qurollanishiga bo'lmasa qanaqa qilib vayron bo'lib ketgan Germaniya oradan hech qancha yil o'tmay yana eng dahshatli dunyoni birinchi raqamli tish tirnog'igacha qurollangan avtomatlari bor. Hali boshqalarida mana bunaqa o'qlab otib yuradi miltig'ida. Ko'rganmiz-ku, paq etib otadi, mana bunaqa qilib shaq qilib o'qlab yana paq etib одиночный mana bundoq og'ir miltiq ko'tarib yurganda nemislarda nima bor edi? Avtomatlar bor. Tar etib kinolarda ko'rganmiz-ku. Qanaqa qilib 18-yil vayron bo'lib ketgan default holatiga kelib pullari inflyatsiya bo'lib 30-yillarda katta bo'ladigan depressiya, ishsizlik bo'lib bir arava pulga bolalar pulni o'ynab yurgan. Kopto qilib tepib, puldan kopto yasab. Shu darajaga kelganki, odamlar pulga pechka yoqqan. Sovuq tushib qolsa, o'tin yoqish o'rniga ana puldan olib kelib bir qop deb turib pulni shu darajada po'choq bo'lib ketgan inflyatsiya bo'lib. Nimaga? Mana bu urushdan kelgan xalqqa ozgina qo'lida pul bo'lib tursin, pul bilan ishchilarni shaharni qayta tiklashga, bularga oylik beray deb to'xtovsiz pul pechat qilib, mana qo'shimcha qiymat yaratmasdan pul pechat qilsa nimalarga olib kelishini ko'ruvdik-ku. Germaniyada shunaqa bo'lgan. Puli po'choq bo'lib, oxiri bir arava o'tindan bir arava pul arzon bo'lgan, qarang. Bir arava o'tin qimmatroq bo'lgan puldan. Shuning uchun pechkani o'tinda yoqamizmi, puldami desa, mana bu arzon tushadi, pulda yoqishgan. Pulni yoqqan pechkada. Tamom bo'lgan pul. Qanaqa qilib 30-yillarda shu voqea bo'lib turibdi-da. Va oradan 5 yil o'tib 35-yil Gitler tepaga kelib dahshatli 38-yilda mana oradan 8 yil o'tib, 8 yil katta vaqt emas. Pullari pechkada yoqilib, po'choq bo'lib ketgan, tamom bo'lgan davlat qanaqa atigi 8 yilda yana bunaqa dunyoni birinchi raqamli avtomatlari, ekipirovkalari, mototsikllari, dunyoda bunaqa texnologik dahshatli armiya bo'lmagan nemislar Gitler boshchiligida armiya. Qanaqa 8 yilda unaqa keladi? Juda ham katta dastak bergan. Mana buni odamlari, FRS odamlari juda katta dastak bergan. Ana o'shanda o'sha reja bo'lgan edi. Amerika dollarini butun dunyo valyutasi qilamiz deb. Dastak berib nima qilishdi? Yana qayta yoqib yuborishdi. Olovni ikkinchi jahon urushi boshlandi. Jo'rttaga urushni to'xtatishmadi. Bu yerda qancha million odam o'lib, qancha kinolar chiqib, odamlar yig'ilib o'tiribdi, ko'rib, aslida qarang bo'layotgan ishlarni. Hujum qilib borib, Moskvaga borib 8 kilometr qolgan Moskvaga. Moskvani Kaltsevoyda turgan nemislar. Kaltsevoy darogasi bor-ku. Uje pushkadan otsa tushadi Kremlga. Qanaqa qilib tamom poytaxtga 8 kilometr qurshov, 8 kilometr kelib turgan joyda qanaqa butkul orqaga yurib ketadi, tub burilish bo'lib. Mana buni dastaklayotganlar birdan bu tomonga o'tib olib, endi buni dastaklagan. Bu yerda Stalin maqtanib yuradi, biz urush yutdik. Aslida nima? Amerikani puli, Amerikani avtomobil, Willys mashinalari, Amerikani BTRlari, Amerikani konservalari, ovqat, askarlar ovqati. Bu yerda shu darajada ovqat kerakki, 50 vagon ovqat kerak har kuni. 50 vagon ovqat qayerdan topib berasiz? Mana bunaqa dahshatli ko'lamdagi oziq-ovqat, qurol-yarog', benzin, o'q-dorini Amerikadan boshqa hech kim topib bera olmagan. Mana Amerikagina sanoati mana bu rejimda ishlab o'ta ham rivojlanib ketgani uchun sanoati bu yillarda nima qildi? Vladivostok tomonidan to'xtovsiz yordam berib, endi qarang. Buni dastaklashdi. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Endi buni qo'li baland kelganda buni dastaklashdi. Bu yoqqa yurishdi, Angliyaga yurg'izishdi. Bo'ldi, shu bilan butkul Angliyani urib bo'ldi. Ana dengizlar, okeanlar hukmronligidan ham butun dunyo moliyaviy markazi bo'lib turuvdi.
Hattoki birinchi jahon urushidan keyin ham ancha cho'kkani bilan baribir londonskiy fondoviy birja hozir ham bor. Butun dunyo hali ham oltinini, hamma pulini Angliyaga ishonardi. Mana bular tuzgan adolatli tizimga ishonardi va butun dunyoni moliyaviy markazi bo'lib turdi. Keyin Nyu-Yorkka ko'chdi. Hozir Wall Streetda, o'sha Nyu-York hozir. Mana Angliyani ham masalasini birato'la hal qilishdi Gitler qo'li bilan. Urushni jo'rttaga to'xtatishmadi. Urush o'zi tez to'xtashi kerak edi. 41-yil, 39-yil boshlangan bo'lsa bo'ldi. Bu 2-3 yilda tugashi kerak edi. Ya'ni Germaniya g'olib bo'lishi kerak edi. Tish tirnog'igacha bunaqa qudratli armiya bo'lmagan bu yillarda. Bunaqa strategiya, bunaqa dahshatli urush uslubi, Moskvaga 2 yilda borib Moskvani o'rab olgan, Kaltsovoyga borib olgan. 2 yilda. 2-3 yil orasi ekan, 2 yil emas. 43-yilda bo'ldi, tamom bo'lish kerak edi urush. 43-yil. Demak, nima bo'ldi? Ana bu yerda endi dollar milliardlab pechat qilinyapti. Milliardlab pul menga ovqat kerak, menga u kerak, menga yonib ketdi. Bu holva edi birinchi jahon urushi. Bu ikkinchi jahon urushining oldida bitta kichkinagina gulxan bo'lib qoldi bu. Ikkinchi jahon urushi yomon bo'lgan. 50 million odam o'lib ketdi. 50 million Nima bo'ldi? Qullog'igacha qarzga botib ketdi hamma. Qullog'igacha qarzga botib, tamom vayron bo'lib ketdi hamma yoq. Butun dunyoda yagona sanoat, yagona ishlab chiqarish, umuman yagona qudrat nima bo'lib qoldi? AQSh bo'lib qoldi. Tamom yonib ketdi, hamma yoq vayron bo'lib ketdi. Hali beri o'nglanmaydigan bo'lib ketdi. Urush tamom bo'ldi. Mana bular hammasi qarz bo'lib qoldi. Juda katta qarz bo'lib qoldi. Va o'zi qarz bo'lib yotibdi, hamma yoq vayron, qanaqa shahari tiklaydi? Qanaqa banisalar, qanaqa o'qish kerak bolalar maktablarni, unga kim kitoblar chop etib beradi? Bu hammasi puli. Bosmaxonalar o'zi portlab ketgan yo'q bo'lib. Qatdan bularga ovqat yetishtiradi, dalalar, hamma yoq non zavodlar, un zavodlar, hamma yoq dabdala bo'lib ketgan nemislarning bombalar ostida. O'zidan majburmi hamma murojaat qilishga? Ana ikkinchi jahon urushidan keyin eng katta qudratli, eng dahshatli davlat Amerika bo'lib qoldi va bugungi kungacha ham shunaqa bo'lib kelyapti. Bugungi kunda Xitoy tenglashib qoldi. Ana endi Xitoy raqobat qilib turibdi anaqa bo'lib. Yo manman desa, yo hali ham manman deyapti. Yo endi manman desa, men senga ko'rsatib qo'yaman, mana bunaqa bo'lib turibdi hozir. Xitoy bilan. Shu paytgacha nima bo'ldi? Mana bu AQSh bo'lib keldi, demak, uje hali urush tugamasdan bo'ldi, xalqi bo'lingan edi, bo'ldi. Uje urush tugagandan keyin nima dedi? Hammani yig'di-da Amerika. Siz nech pul qarsiz mendan buncha, sizchi buncha. Endi bo'ldi. Yagona iqtisod hamma qarz ekan dedi, ana endi dunyo valyutasi qilib qo'ya qolaylik. Butun dunyoni yagona universal tovari, boyagi misolda oltin emasda, endi universal tovari Amerika dollari qilib qo'ya qolaylik. Desa bir ikkitasi yo'q, bu deb e'tiroz qilganlar ham bo'ldi. O'zi boshqa iloji ham yo'q edi-da. Qanaqa qilib o'zini, yo'q, men bunga qarz. Yo'q, menga sani dollaringni o'zimni yurtimga kirgizmayman. Men o'zimni kunimni ko'raman desa, o'zini tiklashi uchun mana bundan siryo olish kerak, mana bu yerdan metal olish kerak. Metal oladigan joyi o'zi bunga qarz. Borib turib menga deydi, frank o'zini pulini olib bordi-da, Rossiyaga, menga metal kerak buncha. Temir yo'llarni, bog'cha maktablarni tiklashim kerak, metal kerak desa, bu ham nima deydi? Bu pulingni nima qilaman?
Amerika dollarini ber, men baribir to'lashim kerak. Meni cho'nchagimda qolmaydi. Sendan olgan pulni baribir bu yoqqa chiqarib yuboraman deydi. Hammasini dollarda qarz qilib tashlagan. Ma'no yo'qda alohida ishlayman. Chunki hamma yoq vayron bo'lganda, hamma bu yerdan Siriya olaman, siz ham menga dollar bergin deydi. Chunki dollarda qarz bor bundan. Bundan nimadir olaman, siz ham menga dollarda bergin deydi. Sotaman senga, dollar bergin faqat deydi. Chunki menga uzatish kerak, bundan dollarda qarzi bor. Bo'ldi, hamma qarz bo'lgandan keyin bo'ldi. Aytdiki, buni o'zi ma'no yo'q dedi. Bo'ldi, dollar. O'zlaringni aldab nima qilasan? Baribir dollarga taqalaverasan hammang. Hammang qarzsanlar. Dollarga taqaverasiz. Qolaversa o'z zavod, fabrikaga o'z bunga asosan murojaat qilyapti. Bu tiklab bering, metal bering, ko'mir bering, benzin bering. Shunga murojaat qilishini o'ziyoq bu dollar kerakligini bildirib turibdi-da. Ana shundan keyin nima bo'ldi? Dollar dunyo valyutasi bo'lib qoldi Ikkinchi jahon urushidan keyin. Ana endi mana bu qudratni qarangki, mana bu qudratni qarangki, oldinku Angliya o'zida pechat qilgan narsa Angliyaning ichida o'tardi. Endi qarang, sizning qudratingizni, siz pechat qilgan narsa bor-ku, butun dunyoda o'tadi. Siz uchun bir parcha qog'oz, menchagina qog'oz nech puldir? 10 sent ketgan va kraska ketgan 4 sentlik. 10 qo'shib 4, 14 sentlik narsa boshqa yo'lga o'sha qog'ozni olib borsangiz, sizga qoplab narsa beradi, neft beradi, gaz beradi, real oltinlarni beradi, vagonlab. O'shani bersangiz, qog'ozni qarang. Endi bular qudratga kelmay kim kelsin? Ya'ni printer bo'ladi. Bular uchun oddiy qog'oz, boshqalar uchun pul. Boshqalar yillab qora mehnat qilib, 1 yil kutib topgan, erishgan narsalarni bular 5 minutda pechat qilib topadi. Bitta bosadi knopkani, shaq chiqadi, bo'ldi. Milliard dollar. Ayniqsa hozirgi zamonaviy pechatni stano kechasi yoqib ketsangiz, ertalabgacha trillion dollar pechat qilib qo'yadi. Trillion dollar. Boshqa davlatlar 7 uxlab 100 yil ishlab trillion dollar yig'a olmaydi. 100 yil ishlab mehnat qilib. Bu bir kechada pechat qila oladi. Hop, pul pechat qilsa, o'zingiz aytdingiz-ku, mana inflyatsiya bo'lib ketishi. Yo'q, butun yer shariga yoyilayotgani uchun endi nima? Konsentratsiya yoyilib ketayotgani uchun inflyatsiya ko'lami kichkina Angliyaning o'zida, kichkina davlatning ichida ko'p pechat qilsangiz, yo'q oltinga ko'p pechat qilsangiz yoki tovar va uslugani qo'yib qo'ymasdan sinxronni o'zini ko'p pechat qilsangiz, kichkina joy bo'lgani uchun birdan konsentratsiya bilinib qoladi, inflyatsiya ko'lami o'zini tez namoyon qiladi. 1 oy, 2 oy, 6 oydan keyin qimmatchilik bo'lib ketadi hamma yoqda. Narxlar oshib ketadi. Kengaysangizchi, konsentratsiya pasaygani uchun uzoq vaqt pechat qilib tursangiz ham sekin ko'tariladi. Endi butun dunyoga o'tkazib olsangizchi, butun dunyoga rosa pechat qilsangiz ham inflyatsiya bo'ladi. Juda sekin ko'tariladi. Tarqab ketadigan joyi ko'p-da. Konsentratsiya pasayib ketadi-da. Juda katta maydonga bu yoyilib ketayotgani uchun boyagi kichkina Angliyaning ichidagi yaqqol bilinib qolmaydi-da 1 yilda. Uzoq yillarda bilinadi-da bu. Ana shuning uchun ham nima bo'ldi? Imkon tug'ildi. Juda uzoq yillar orqasida yo'q oltinga pul pechat qilish imkoni tug'ildi bular. Undan ham tashqari mana shu qog'ozni hamma o'ziga pul deb qabul qilgandan keyin, shunga hamma qancha narsa berib o'rgandan keyin nima qildi? Albatta bular qarab turmaydi. Dunyoning eng aqlli odamlarini, injenerlarini, yadrishkilarini hammasini jalb qilib oldi. Qatdan bir kuchli olim chiqsa boradi-da, nech pul oylayapsan buncha? Yiliga 200 ming dollar kontrakt qilasan biz bilan. Amerikaga kelasan, senga fuqarolik beramiz. Amerikanец bo'lasan, bizga ishlaysan. Juda qancha olimlarni, qancha miyalarni tortib ketdi o'ziga. Rossiyadan qancha yadrishkilarni tortib ketdi o'ziga, pulli kuchi bilan. Mana bu ham qo'shimcha qiymat. Mana qo'shimcha qiymatni eng zo'ri, mana bu odamlarning miyasida shunaqa salohiyat borki, sizga milliardlab qo'shimcha qiymat, tovar va uslugga yaratadigan g'oyalari bilan keldi odamlar.
programmistlar, mana Google deymiz, Google'da bittasi ham Leningradlik bola, Larry Page. Buni g'oyasi trillion dollarlik qo'shimcha qiymat berdi. Birgina Larry Page g'oyasi miyasiga. Mana qo'shimcha qiymat. Qo'shimcha qiymat deganda faqat ani oltinni, faqat bir stanok, tovarni tushunmang. Umuman boylikka, real kapitalga aylanadigan har qanaqa narsa. G'oya, fikr ham shunga kiradi. Dunyoni hamma aqllarini yig'ib oldi. Nima? Bular peshat qilib istalgan vaqt, istalgancha pul yarata olgani uchun butun neft konlarini sotib oldi hammasini. O'ziga ishlaydigan qilib oldi. Boshqalar hech qachon qura olmaydigan avianosislarni, ustida 50 lab qiruvchi samolyotlari bor avianosislarni bittasiga $1,5 trillion, bittasiga 300 milliard dollar ketsa, bittasiga hech qaysi davlat o'zini ro'zg'oridan orttirib, o'zini qariyalarga pensiya bersinmi, o'qituvchilarga oylik bersinmi, banisalarga dori bersinmi, ishchilarga oylik bersinmi, askariga ayniqsa chegarada turgan askarlarga oylik, oziq-ovqat bersinmi, shuncha narsadan orttirib qachon bilan 300 milliard dollar yig'adi. Bularchi 300 milliard dollarni qog'ozdan tiq deydi. Kraskadan sol, bugun ko'proq pechat qilamiz deydi. Sol 2 chelak kraska, yana bir chelak qo'shib yubor, ko'proq pechat qilamiz. Hamma tayyor. Bos knopkani deydi. Bitta bosadi, shax dollar chiqib yotibdi. Ertalabgacha 300 milliard. Bu o'zini ro'zg'oridan orttirib 50 yilda ham to'plolmaydi buni. Ertalabgacha 300 milliard tayyor turibdi-da. Shundoq olib chiqib, bundoq bersiz bir dunyo metal beradi, bundoq qilsiz u avianosisni hamma samolyot zavodiga bersiz, samolyot yasab ketyapti. Bir chamadonni bunga bersiz, birdan ishga tushib ketyapti. Ishchilar, injenerlar bir chamadonni bunga bersiz, uni serialari kelyapti. Birdan avianosis yasalyapti. Mana bularni yasab butun okeanlarda mana bular kezib yuradigan qilib oldi. Dengiz, okeanlar hukmdori bo'ldi bular. Va qanaqa hukmdori bo'lsa, o'zi mana boshida aytdik suhbatimizni, xalqaro logistika. Xalqaro logistikani qanaqa egallab olsa, aylanib yuradi, u bahona ko'p. Va oddiy rasmiy kema kelayotgan bo'lsa, nima? Xolasa shuni kechikishini, vaqtida yetib bormasligini Yevropaga oldiga chiqadi-da. Va o'zidan anaqalar yasab olgan. Ya'ni tartib saqlovchi bo'lgan bular. Bizga shunaqa xabar keldi, sizlar noqonuniy hozir narkotik bormish, nimadirmish, bizni tekshirishimiz kerak deb o'sha buni taftish qilib, vaqtini olib va bor yo'qol deya olasizmi bunga? Mana bu yerda 30 ta istribitelь turibdi. Tish tirnog'igacha qurollangan. Bor yo'qol deya olasizmi? Va xohlagan odamini to'xtatib, mana shunaqa vakolat mana bu bor butun media, butun Gollivud ishlab yotibdi. Butun ommaviy axborot vositalarining eng kattalari va xohlasa bundoq qiladi bu geroy, xohlasa bundoq yozadi gazet. Bundan yomon odam yo'q, dushman. Yozishga bog'liq. Ertadan barcha gazetalar mana buni maqtab, eski qilgan ishlarini bo'rttirib yozilsa bu geroy. Lekin bundoq qilib yozsa, g'irt muttaham bu yomon odam va qanaqa talqin qilishga bog'liq-da. Mana bu yerda ommaviy axborot vositalarini roli katta. Hamma nufuzlilari bu turganga buni siz ham qilardingiz agar bunaqa instrument, siz uyingizda agar pechatniy stanok bo'lsa-yu, o'sha pechatniy stanok original o'zini chiqarib bersa, qalbaki emas. O'shani olib borib, qaqqa olib borsangiz, xursand bo'lib sizga tilla magazinga borsangiz, shu vitrinadagi hamma narsani olaman siz, voy zo'r klient kelib qoldi. Sizga kofelar damlab berib, sizni o'zi taksilar zakaz qilib, kuzatib, duo qilib, yoniga nima? 2 pochka qog'oz tashab ketasiz. Qog'oz, oddiy qog'oz. Ozgina kraskasi bor, u yerda portreti bor, kimnidir, $100 deb yozilgan. Unga bersiz unaqa bo'lib ketyapti. Bunga bersiz
Конечно, sizni faraz qiling, uyingizda shunaqa bir narsa bor, stanok bor. Siz ham eng boy, hamma yoqni sotib olasiz. Hamma shunga nasib bergandan keyin. Odamlar buni 3 ta donasiga 1 oy ishlab yuribdi, qora mehnat qilib. 3 ta donasiga. Siz buni 300 ta pochkasini bir kechada pechatib qo'yasiz. Sizga endi tengki bo'ladimi qudratda? Bu ma'lummi shunaqa bo'lishi? Inflyatsiyadan ne qo'rqmayapti? Dollar ham inflyatsiya bo'lyapti. Mana oldingi dollarning kuchi yo'q. Mana bu yillardagi dollar, FRS ochilgandagi dollar juda katta bo'lgan dollar. Odamlar 5-10 dollar ishlagan. Juda katta pul bo'lgan. Mana hozir dollar ham inflyatsiya bo'ldi. Necha barobar qadrini yo'qotdi. Hozir masalan 2000 dollarga ishlagan, o'sha payt 100 dollarga ishlagan bo'lsa bir oyda 100 dollarga, hozir o'sha ishchi 2000 dollarga bo'lsa nima 20 barobarmi? Mana 20 barobar sotib olish qiymatini dollar ham pasaytirgan mana. Dollar ham albatta inflyatsiya bo'lyapti. Faqat sekin qarang, necha yilda endi 20 barobar. Nimaga inflyatsiya bu qadar keskin bo'lmayapti? Maydon katta, butun yer shariga o'tadi. Butun yer shariga konsentratsiya tarqab ketgani uchun bu yopiq kichkina davlatda buni qilsangiz birdan o'zini bildirib narx-navolar osmonga chiqib ketadi. Inflyatsiya giperinflyatsiya bo'lib ketadi. Dunyoga yoyilib turgani uchun bu sekin o'syapti-da. Ana endi nima xalqaro logistika yo'lini qanaqa qilib o'tib qoldi desa, nima xalqaro logistika dengiz okeanlarda. Chunki dengiz okeanlarini yaxshi tomoni u neytral suvlar, birovga boj to'lamaysiz, quruqlikdan olib yursangiz boj to'laysiz. Bu yoqdan olib yursangiz suvdan boj to'lamaysiz. Demak, va nima suvda yurish arzon, suv o'zi ko'tarib turadi Xudoning qudrati bilan. Kemangizni o'zi ko'tarib beradi, quruqlikda hamma yuk relsga tushadi. Yerga tushadi. Ishqalanish shuncha yukka katta energiya sarflab sudrab yuradi. Suvdachi suvni o'zi ko'tarib turadi, Xudoning qudrati bilan. Suv ko'tarib turadi va suyuq bo'lgani uchun ishqalanish ham kam. Nima? Kam energiya sarflab, kam yoqilg'i bilan suvlarda kezasiz, birovga pul to'lamaysiz. Mana shunaqa qilib butun savdo, o'shaning uchun savdo yo'llari hozir suvda bo'lib qolgan asosiy. Lekin ana o'sha yerda baribir nima qo'riqchilar, tekshiruvchilar bor. Bularni ham o'ziga yarasha asosi bor. Chunki rostdan ham qaroqchi kemalar hujum qilib, rostdan ham ba'zi kemalar yuk olib kelyapman deb rostdan ichida narkotik olib kelib tarqatib yuborib, ba'zilari portlaydigan narsa olib kelib tarqatib yuborib, rostdan ham bularning gapida jon bor. To'xta, bu kema hozir Yevropaga kirib boradi, hozir Niderlandiya, Amsterdamskiy portga kiradi. Ichida 1000 tonna vzrivshatka bo'lsa-chi ichida. Bular ham o'z-o'zidan bu qonun chiqib qolmagan, rostdan ham kimdir qarab turish kerak. Yo'l, xuddi ko'chada yo'llaga ham GAI deymiz, qarab turganidek, suvlardagi kezib yurgan kemalarga ham kimdir qarab turish kerak-da. U kim u, nima olib ketyapti? Olib borib hozir portga olib kirib, gigant katta kema bo'lsa u, ichida bilmaysiz nima, olib kirib turib, bitta knopkani bosib olsa nima bo'ladi? Ana asosli ravishda nima bo'ldi? Mana shu tartib saqlovchilar bo'ldi bular. Hamma hisoblashadigan bo'lib qoldi. Ozgina g'ashiga tegib qo'ysangiz nima, to'xtatib olib, ushlab turadi, bo'l, tovar mamitga vaqtiga yetib kelmaydi, shtrafli bo'lib ketadi bunga. Sinib ketadi bu. Bu kompaniya boyiga, konteyneri bo'lsin. Va ikkinchisi nima? Neft. Neft mana asosiy yoqilg'i bo'lgani uchun, butun dunyoni dvijyoga bo'lgani uchun bundan benzin chiqadi. Hattoki mana shu xalqaro logistikani o'zi nima? Million tonna mazut yoqadi har kuni. Har kuni mana shu konteynerlar o'zlar bir kunlik yoqilg'isini hisoblasangiz 1000 tonna emas, 1 million tonna mazut yonadi har kuni. Bu ham neft mahsuloti. Butun sanoat neftda turibdi, yoqilg'ida. Butun elektrifikatsiya asosan issiqlik elektr stansiyalarida turibdi, mazutlarda, gazlarda. Bu nima degani? Kim neftni qo'liga ushasa, demakki butun xalqaro logistikani ushabdi.
Xalqaro logistika asosiy qon tomiridagi qon deb faraz qilsak, demak butun dunyoni ushlabdi. Kim neft bilan xalqaro logistikani qo'liga ushlabdi, demakki butun dunyoni ushlab turibdi qo'lida. Shunga teng kuchli. Mana endi bu suhbatimizni boshidagi gapga mana endi yetib keldik. Qanaqa qilib mana bular shu xuddi Angliyani o'zini kopiyasi bo'ldi hamma narsa. Bu yerda ham adolat, bu yerda ham hamma narsangizni olib borsangiz, qog'oz chekingizni bersangiz, indamay beradi. Bu yerda ham ishonch ustiga qurilgan, demokratik, qonun ustuvor. U katta amaldormi, narsangizni tortib ola olmaydi. Mana shunga qurdi bular. Mana shunisi bilan mashhur. Hech kim tortib ola olmaydi xususiy mulkka. Uyingizni hech kim buzib tasha olmaydi. Restoraningizni birov tortib ola olmaydi. Pulingizni yo men tanimayman, 50 yildan keyin kelyapsizmi? Voy, u 3 yilda keling, 5 yilda keling, 50 yildan keyin endi kech qoldingiz, yo'q devormaydi. Bundoq qog'ozingizni qaraydi-da, qalbaki emasmi tekshiradi-da, indamasdan oradan 50 yil o'tib ketgan bo'lsa ham oltiningizni olib chiqib shunda qo'yib qo'yadi joyiga. Xuddi Angliyani kopiyasi, faqat anchayin katta ko'lamda mana bular qolib ketib qoldi bundan. Dunyo miqyosiga chiqib ketdi bular. Dunyo miqyosi bo'ldi, ushlab oldi. Neft bilan xalqaro savdoni ushlab oldi bo'ldi. Va nima eng muhim, eng katta rechagi quroli? Valyuta. Mana bular uchun qog'oz, ustiga ozgina kraska, bir 5 gram kraska, 8 gram qog'ozli narsa. Mana bu yoqqa olib borsangiz 1 vagon narsa beradi. Mana bu yoqqa olib borsangiz million tonna neft beradi. Mana bu yoqqa olib borsangiz poyezdingizni to'ldirib po'lat ortib beradi. Odamlar to'xtovsiz ishlaydi mana shu bir parcha qog'ozga. Chunki bir parcha qog'oz emas bu. Mana bu odamlar uchun bu oylik, ro'zg'or, oziq-ovqat, hayot masalasi bu. Bu bir parcha qog'oz emas bu yerdagi odamlar uchun. Mana bular uchun bir parcha qog'oz bu. Bular o'zi xohlagancha pechat qilgani uchun. Mana bular uchun oddiy qog'oz, boshqalarga hayot mamot masalasi, pul, bir oylik oziq-ovqat, ro'zg'or. Mehnat qiladi, qora mehnat. Atigi shuni 3 ta 4 ta donasiga. Bo'ldi, shuni o'zi yo'q, buni qanaqa qilib tenglashasiz? Qanaqa qilib shuni o'zi yo'q? Mana bunaqa prorив bilan tepaga chiqib ketib qoladi, qo'lingiz ham yetmaydi bu yoqqa. Mana bu qudratni tasavvur qilish qiyin. Hamma rechakka ushlab oldi, hamma rechakka. Mana buni kuchi bilan. Albatta siz ham ushlab olarsiz, bu bilan anu g'ayrioddiy aqlliligidan emas. Shu shart-sharoitni qilib olsangiz, agar sizni ham yerto'lingizda bitta pechatniy stanok bo'lsa-yu, o'sha pechatniy stanogingizda chiqqan qog'ozlarga butun dunyoda istalgan narsangizni berib tashasa, xursand bo'lib yana. Siz ham shunaqa bo'lasiz. Bu yog'iga endi katta aql kerak emas. Odamlar qiynalib topgan pulingizni pechat qilib topgandan keyin sizga teng kelib bo'ladimi? Bu turgan gapi, vaqti tepaga chiqib ketib qolishingiz. Demak, mana shu bilan demak mana bu suhbatlar ham nihoyasiga yetdi. Demak, dollar tizimi mana shunaqa shakllanib yaraldi va hozir ham qudratda turibdi. Hozir ham yagona valyuta ekan, modomiki hozir ham demak qudratda turibdi. Va giperinflyatsiya bo'lmaganining sababi konsentratsiya butun dunyoga taralib ketayotgani uchun sekin ketyapti va nima o'rniga o'rnin qo'shimcha qiymat yaratish kerak deyilganda yaratilyapti ham shunga yarasha. Aqllar oqib kelyapti bu yoqqa, g'oyalar oqib kelyapti, ishlab chiqarishlar rivojlantirilyapti. Bu yerda bo'lish shart emas, dunyoda ko'p joylarda bular bilan hamkor zavodlar, korporatsiyalar ishlab turibdi. Va qo'shimcha qiymat ham yaralyapti. Shuning uchun inflyatsiya sekin baribir ketyapti. Sekin ketyapti. Demak, mana shu. Endi bu anaqalardan xulosa qiladigan bo'lsak, nima bo'ldi? Mana shular, biz insof bilan qilamiz, biz endi buni o'zgartirmasak bo'lmaydi. Kapital ishlash kerakdan boshlanib mana nimalarga olib keldi. Juda katta pul bitta kichkina joyda konsentratsiya bo'lib qoldi. Va juda ham taqsimot mamlaqa bo'lib ketib qoldi-da. Taqsimot o'zini holida yaxshi bo'lib kelardi. Bir tekisroq, adolatliroq. Endichi
mana bunaqa bo'lib ketib qoldi taqsimot. Juda katta pul to'dalanib qolgan bir guruh odamlarning qo'lida bu yerga. Juda katta trillionlar, milliard ham emas. Demak, bulardan xulosa nima bo'ladi? Demak, umuman mana shu ishlarga hissa qo'shaman, yaxshi tomonga yurishiga degan odamlar bo'lsa, o'ziga niyat qilganlar bo'lsa, nima qilish kerak ekan? Demak, birinchi bo'lib qarz so'rab kelgan odamni qo'lini quruq qaytarish kerak emas ekan. Ya men qarzdan kuyganman, bermagan nechtasi. O'sha bermasa rozi bo'ladiganingizni bering. Siz buni bersangiz, u uncha bersa, hamma o'zi bermasa ham rozi bo'ladigan, bersa toma-toma ko'l bo'lib, o'shani ishi bitib ketadi. Ana o'shani ishi bitmasa, nafrat paydo bo'ladi va nima qiladi? Tupurdim sallaga deydi-da. Sallani 10 tengdan mana bu yaxshi menga deydi. Qiynalganimda qani biron teng kunimga yaradimi? Noinsof deydi. Menga o'zingcha maral o'qiysan. Va bitta $50 berdingmi, bolam kasal bo'lib yotganda operatsiya bo'laman deb. Kechasi bilan yugurdim. $300 chiqmadi. 50 teng uyiga bordim. 50 ta odamdan $300 chiqmadi, menga maral o'qimagin deb nafrat bilan basharangizga tupurib yormasligi uchun uni qo'lini quruq qaytarsangiz mana bu yoqqa boradi keyin. Quruq qaytarish kerak emas. Qarz so'rab kelgan odamman. Va umuman mana bu sudxo'rlikdan nari yurish kerak. Chunki nari yurmasangiz mana shularni rivojiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Qarz so'ragan odamga baholi qudrat qarz bermasangiz, yana mana bu ishlarga hissa qo'shgan bo'lasiz. Bir tomchi bo'lsa ham. Demak, mana bu tirqishlar bir ochilsa 50 million odam o'lib ketdi-ya. 50 million, mana shu urush vohliroq tugashi mumkin edi. Qarang, qanaqa rejalar bor-da bu yerda. Va hokazo. Urush dahshatli pulli sovurilishi va dahshatli qarz so'rash manbai bo'lgan ekan. Endi kim kafolat beradi? Dunyoda ketib turgan ba'zi urushlar tabiiy emasligiga. Sun'iy. Mana shu yerda ko'proq qarz olinsin, ko'proq bizga bog'lanib qolinsin deb qilinmayotganiga kim kafolat beradi? Aslida uni isbotlamasangiz ham. Men ham shunaqa aniq demayoman. Lekin kim kafolat beradi? Ikkinchi jahon urushi anchayin oldin, anchayin kam jertva bilan tugashi mumkin edi. Meni o'zimning fikrim. Mumkin edi. Nima qilindi? Bunga dastak berildi. Butkul yuti deganda bunga berildi. Yuti deganda bunga berildi. Mana shunaqa qilib nima? Olovni davomli uzoq yondirildi. Davomli vayron qildirildi ko'p joylar. Qulog'igacha qarzga botib ketsa uchun tez tugash kerak emas edi. Qulog'igacha butun hamma yonib, chala yonmasdan butkul yonib, tamom bo'lib ketishi uchun tez to'xtashi kerak emas edi. Ana insof bilan biz unaqa qilamiz. Kapital ishlash kerak. U gaplar bizga to'g'ri kelmaydi hozirgi davrga degan mana shuncha ochilgan tirqish mana nimalarga olib keldi va olib kelyapti hamdir balkim. Ana shuning uchun aytiluvda, yaqinlashma, qo'y deyiluvda. Qo'y, bu seni o'zingga kerak. O'zingni bu yaxshi yurishingga, yaxshi hayot kechirishingga kerak. Xudoga uni bir issiq sovug'i bu yerdagi ishlar nima? Xudo qayerda-yu bu odamlar qayerda? Uni solishtirib ham bo'lmaydi, tasavvurga ham sig'maydi. Bu yerdagi ishlar tiq etib bir narsa o'zgarmaydi bu borliqda. 1000 yil qirg'in barot bo'lsin, 1000 yil tiq etib bir narsa o'zgarmaydi bu borliqda. Qimillata olmaydi. Bu shunaqa katta sistemaki qilt etib qimillamaydi. Bu hammasi odamlarning o'ziga kerak. O'sha alkogol ichmaslik, sudxo'rlik qilmaslik, umuman aytsa qilmagin degan ishlarni qilmaslik odamlarning o'ziga kerak, baraka topib kirib. Xudoga o'zi hech narsa bormaydi.
qil degan ishlarni qilishi ham odamlarni o'zini baxti saodati, xotirjamligi, tinchligi, maza qilib ovqat yeyishi, nima yeyotganini bilishi, xotirjam, farovon, o'ynab kulib yashashi uchun kerak o'zi. O'zi amal qilmay, o'ziga o'zi mana nimalar qilib yuradi-da odamzod. Qayta ta'kidlab aytiluvdi-ya. Barcha kitoblarda aytiluvdi-ya yana. Bir emas, barcha kitoblarda aytiluvdi-ya. Ana endi qarzdorlik sirtmog'idan hozir chiqa olmayapti. Hali. Qarzdorlik sirtmog'ida yashashdan og'iri yo'q. Qachon qarama qarz, qarz ustiga qarz, qarz ustiga qanaqa chiqib ketadi o'zi shunga to'g'irlangan bo'lsa. O'zi sistema shunaqa bo'lsa, qanaqa chiqib ketasiz bundan? O'zi sistema shunaqa. Chiqmaydigan qilingan, faqat o'rama. Botqoqga o'xshaydi. Mana botqoqda namorat jim tursangiz sekinroq cho'kasiz. Qimillagan sari tez cho'kib ketadi. Botqoqda odam chiqib ola qolay deb tipirchilagan sari kirib ketadi. Namorat tipirchilamay tursa ko'proq turadi o'zi. Botqoqga o'xshaydi. Tipirchilagan sari kiraverasiz ichkariga. Sistema shunaqa. Ana bu nega unaqa? Chunki to'ymaydi. Trillion bo'lsa 2 trillion qilsamichi deydi. 2 trillion bo'lsa 4 trillion bo'lsa edi, men shunda armonim qolmasdi bu hayotdan deydi. 4 trillion milliardni ko'rdik. 100 millionni yeyolmay o'lib ketasiz. 100 millionni ishlatolmay o'lib ketasiz. 100 millionni. To'xtayotgani yo'q. Mana to'xtamagandan bo'lyapti shuncha balo. To'xtamaydi, odam to'xtamaydi. Yana deveradi. To'xtamaydi. Shuning uchun tirqishlarni ochish kerak emas. Ochishingizmi tamom yopilmaydi u. Kengayadi faqat. Ochish kerak emas tirqishni. Demak, mana shu bilan mana bu suhbatlar nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.